achinarli holatga kelib qolgan BYD Chazorni xudo xolasa yana hayotga qaytaramiz. Kuzatishda davom etinglar, like bosib qo'yinglar. Shu mashinani oldingi holat qanday bo'lsa, xuddi shu holatga qaytaramiz. Mana o'sha BYD Chazorimizni temir ishini bitirdik. Qilingan ishlarni ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa bu mashinamizni faqat malarka ishi qoldi. Zazorlarga e'tibor beringlar. Bir tekisda buni temir ishini qilayotganimizda ko'chada urilmagan BYD Chazorlarning zazorlariga e'tibor berib, qanday zavod bo'lsa, xuddi shunaqa qilib chiqardik. Mana bu bamper bilan kriloni zazorlari juda ham chiroyli turibdi. Fara bilan kriloni zazorlari bir tekisda. Bu yoqda mana krilo udar paytida bu yoq krilolar ochilib ketgan edi. Bu mashinamizni boshida ko'rdinglar. Mana bu udardan juda ham achinarli holatida, qattiq udar edi. Motor podushkalarini qo'ydik. Mana pistoletlarni o'zini qoldirdik, bukilib ketgan edi. Xudo xolasa buni chiroyli qilib malarka qilamiz. Mana bu joylariga ham liftovka qilganmiz. Polniy elektrika ishlari qildik. Xudo xolasa ham simlari hammasi uzilib ketgan edi, patrubkalar teshilgan edi. Ulab chiroyli qilib mashinani zavod qilib qo'yganmiz. Mashina oldiga, orqaga bemalol yuradi. Egalariga chiroyli qilib topshirib yuboramiz. Kuzatishda davom etinglar. Bu mashinamizni polniy ish jarayoni, kraska jarayonlarini ko'rsatamiz. Oxirida bitgan holatini ko'rsatamiz. Siz ungacha bitta like bosing. Podpiska bosmaganlar podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan ham qiziqarli, foydali video sizlar uchun olamiz.